Olib qolgan mashinamiz Gentra. Bu Gentramiz 42566 kilometr yurgan. Bu mashinamiz benzinda bo'g'ilib qolgan edi. Buni diagnostika qildik ipidan ignasigacha. Bu hozirlarga bitta qiziqarli narsa ko'rsataman. Oxir-oqibat buni katalizatorini yechdik. Katalizatoriga e'tibor beringlar. Katalizatori erigan buni. Ichidan ancha-muncha qum tushdi buni. Buni hozir katalizatorini to'ktirib, o'zimizni bolalar buni chiroyli qilib ichiga turbovart qilib berishadi. Keyin joyiga qo'yamiz. Xudo xolasa idealni bo'ladi mashina. 42 ming yurgan mashinalarda ham katalizatorini tekshirib turinglar. Katalizatorimiz tayyor bo'ldi. Mana bunaqa ko'rinishga keldi. Bu umuman muammo qilmaydi, boshqa turbovart qilindi. Buni hozir qo'yamiz joyiga. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bitta test drive'dan keyin egasiga topshiramiz. Mashina idealni bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar.